Ideal Texnoda idealniy texnikalar. Ko'rib turgan mana shu 3 ta texnikamizni to'liq obzorni YouTube'da ham ko'rsangiz bo'ladi, lekin biz hozir Instagram uchun maxsus tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hovo V5 furgon, Foton Almark S, Foton Trackmet. Ko'rib turganingizdek, bularni уже tayyor qilib qo'yganmiz. Bunaqa tayyorni hech qayerdan topa olmaysiz. Ideal Texnoda esa nalichida sotuvda turibdi. Avtofurgon Hovo V5X modeli. Dvigatel UCIdan 260 ot kuchiga ega bo'lgan Euro 5. Bortining uzunligi 9 metr, umumiy uzunligi 11,5 metr. E'tibor qilinglar, termokint bilan jihozlangan. Bunaqasi Ideal Texnoda. O'rtoqlar, pinopoliuretan, pinopolistiron, ya'ni stendni ichida sarmoya joylashtirilgan, issiqlikka ham, sovuqlikka ham ishlaydi. Mana shu gapni qaytara olasizmi? Pinopoliuretan, pinopolistiron. To'g'ri aytdimmi? Qaytarib ko'ring-da, asha qiyin ekan. Shuning ichida shu sarmoya bor. Foton Almark S 139 ot kuchi, Cummins dvigatel, Euro 3. Bortning uzunligi 5 metr 120 sm. Bu ham termokint bilan jihozlangan. -18 gradus. O'zi 5 tonnagacha deyilgan, lekin 8 tonnani bemalol ko'taradi. Foton Trackmet o'rtoqlar, xolodilnigi уже tayyor, orqasidagi boksi, labodan ancha aqlli, yumshoq mashina, 1.6 motor bilan jihozlangan benzinda. Bular esa dizelda. Ushbu texnikalarimiz 1 yildan 3 yilgacha garantiyasi bor. 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha muddatli to'lov asosida xarid qilish imkoniyati nima deyapti? Yanada ham to'liq ma'lumot uchun kommentariyada plus belgisini qoldirsangiz, biz sizga yanada ham oydinroq ma'lumot beramiz. Ha, aytgancha, men gapni aylantirganim yo'q. Men faqatgina mikrofon aylantirdim. Omon bo'ling.